Ishxonalarni polini yuvishga zo'r shvabramizga kelgan. Mana buni qarang. Bizani ishxonada taxminan har 2 oyda mashinadan olamiz. Mana. Mana buni ko'ryapsizmi? Pollar artishini bitta ko'ringlar. Teylariga cho'ng kirib ketadi mana. Endi eskicha shvabralarimizdan ancha yaxshi-da bu. Chelakdan ajratib olmasa bo'ladi mana. Suvni borib to'kib kelsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa tagida shuni ochib yorsangiz suv to'kiladi mana. Bitta ko'rsatib bering. Mana, ko'ryapsizmi? Qanaqa zo'r aylanishini mana. Shuni o'shiysiz. $6 shvabrani zo'r. Nima qilasiz? O'zi siqib beradi. Mana bunisini endi o'zingiz qo'lda siqasiz-ku, mana bu joylarga kirib chiqishini qarang. Burchaklarni idealni qilib sipirib beradi. Bunisi $5 ekan. Super polattalarimizning 3 xil varianti bor. 6 litr, 8,5 litr, 8,5 litrli superi. Eng zo'ri mana bu. Narxida farq bor. $24 birinchisi bilan ko'rganimizda, ikkinchisi $26. 2 litr почти raznica beryapti. Mana bu yerda $31 ga yangichasi. Bu qanaqa ekan? Bitta ochib ko'raylik shuni ham. Xo'p. Mana buni ochaylik. Voy, super cleaner. Buniki mana bu nima deydi, lipuchkasi ancha baquvvatroq chiqar ekan mana. Qolgan joyi bir xil, faqat litrida farq qilyapti. Zar brendiga tegishli mana. Bu ajralmas ekan. U hammasini mana bunaqa joyi bor ekan. Narxlar ma'qulmi, yo'qmi? Fikringizni kommentariyada qoldirasizlar. Kerakli instrumentlarmi yoki yo'q? Uyga bitta olib qo'ysangiz, qo'lda lattani siqib yurmaysizda, shvabrani o'zini o'zi siqadi.